Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men Hasanova Nodira. 5 yildan beri terapiyaga davolanaman. Gruppaga ham chiqolmay sarson bo'lib yotibman, dokument to'g'irlab. 2 nafar farzandim bor, bir o'g'il, bir qiz. Sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Agar muhtoj bo'lmaganimda chiqmas edim. Ota-onamning hovlisida ikkisi tikkana joyda o'tiraman. O'lam o'zimning nomimda emas. Opam hisob bergan, uni shipir yog'ochlarini olib ketaman deyapti. Xullas, uy-joyim yo'q, yolg'iz onaman. O'zim og'ir xasta dardga chalinganman. Toliq jigar ishib, terapiyaning doktorlaridan ham yordam so'radim. Qo'lidan kelgancha yordam berib turibdi, lekin 3 marta og'ir operatsiyani boshimdan o'tkazganman. Hali 2 bolamga qaraydigan odam yo'q, qarovchim yo'q. Albansaga maktab taylayman dedi. Zo'rg'a hamshiralar qaralmaydi deb jo'natib bolani. Aka-ukalar hammasi o'ziga to'q, lekin hammaning o'zini hayotiy tashvishi bor. Men ham ularga yuk bo'lgim kelmaydi. Agar prezident meni ko'rib turgan bo'lsangiz, sizlar iltimos, viloyat hokimi ko'rib turibdimi? Men o'zim uchun emas, agar o'zim uchun bo'lganda o'lib ketsam mayli. Lekin ikkita begunohim qaysi eshikka borib najot so'raydi, qaysi eshikka borib bir kasa ovqat, bir parcha non so'raydi. Nomard otasi ham o'lgandan ziyod bir xil xabar olmaydi. Bolam qaytdi deb bir xil 300 ming aliment to'laydi. Kam ish haqqisi o'ydi bo'lgan. Men o'zim 2 bola yo'q, remont qilishim kerak deb ana viloyat hokimiga, hali sho'rchi hokimiga boraman. Yozib oladi. Lekin bir chorasini ko'rmaydi. Hammasi borib uyimni rasmga tushirib oladi. Mana shunchasini 18 ming 20 million pul ajratyapmiz ekan. Sizning uyingiz emas, to'g'ri? O uy o'zimniki emas, opamning uyi. Ushpir yog'ochlarini ham qishgacha olib ketamiz deyapti. Nomingizda tomorqa yo'q. Nomimda tomorqa yo'q, uy-joy yo'q. Nomimda hech bola yo'q, faqat 2 ta bolam bor. Ular yolg'iz ona. Bag'uvchim ham yo'q, aka-ukam ham qaramaydi menga, ota-onam ham qaramaydi. Chista sho'ri yetimman, bunday aytganda. Nima qilaman, ochiqcha aytaman. Onam ko'krak saratoni, otam yurak kasal. Aka-ukalarim baybacha bo'lgan bilan o'ziga baybacha, men uchun emas. Necha kun bo'ldi bansa tetganingizga? 5 kun. 5 kundan beri shu yotoqda tura olmayman. Yuragim urib qolib, ketib qolayin deb yotibman. Og'ir kasalga yo'liqib qoldim. 3 marta og'ir operatsiyani o'tkazaman deb mana shu ahvolda yotib qoldim. Yordam berishlarini, agar muhtoj bo'lmaganimda, dadil bo'lganimda hech kimga muhtoj bo'lmas edim. Shu ahvolga tushib qolganim uchun sizlardan o'zim uchun emas, farzandlarim uchun yordam so'rayapman.